Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Qarang, kecha issiq bo'lib, kecha ko'chaga chiqsam, paltoda terlab, ana qilsam, bugun nimcha kiydim bitta qalin narsam bilan. Ozgina sovqatdim. Lekin shapkasi, kapshomkasi zo'r ekan. Kechki payt esimga tushdi. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Bolalarimga kerakganda ovqat olib keldim uyga. Sherobod tandir sho'rvalari, taniri bor joydan zo'r lekin olib keltirib turaman. Yaxshi. Sizlarga ko'rsataman. Mana sho'rva oldim. Yaxshi sho'rvalari ham tandir sho'rva. Mamasi ham o'zi bir kosa chiqadi, ichida go'shti ham bor. Mana zo'r qiladi. Salatlarni ham yaxshi berdi. Mana asalim. Haqiqiy tog'da asali. Asalim juda foydali. O'zing super asal bor. Nonni noni bor, tandir non yaxshi. Nonni yaxshi ko'rganim uchun ham ovqatiga kirardim. Hozir mana bitta saboy bir kishilik saboy qildirganman. Shunda ham yaxshi. 2 kosa chiqadi mana sho'rvasi. Ta'mi ham zo'r. Keyin mana bu sho'rvasidan ham shu oilaviy to'yib yesa bo'ladi agar 2 kishilik olsa. Haqqan tandir sho'rvalari, ovqatlari yaxshi. Mazza qilamiz, sog' bo'linglar. Sovuqda issiqqina ovqatlar yeb, o'zlaringizga issiqqina kiyinib yuringizlar. Bugun men bu baribir qish havoda, baribir issiq deb o'ylasam, kecha terladim-da, bir xil nimcha kiyib yurgan ekan yaxshi deb. Unchalik anaqa qilmadim. Faqat ma'minim qalin-da ustimdagi, ko'rayotgan bo'lsangiz, qalingina, lekin zo'r narsa ekan. Atak faqat keyin boshimga o'sha kepkasini kiyib oldim, chiroyligina bo'lib, keyin sovqatmay yurdim. Shuni kiyib olsam bo'lar ekan dedim-da. Yaqinda bitta nimcha oldim, bir anaqamda ko'rsatdim-ku. Ya'ni aytdim, nimcha oldim deb mana ozgina ko'rsatdim. O'sha bilan kiydim. Keyin kiyayotgandim, kechki payt sovuq tushsa ham shu kapshomkasini ma'murkini kiyib oldim. Sovqatmadim. Ozgina boshimdan qo'lim sovqatgan deb o'yladi. Men bunchalik qilmadi-yu. Sog' bo'linglar, charchamangizlar.